Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allohda. 16. bab. Allah yo'lidagi ribatning fazilati to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda, mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Asirga elinglar, qorshanglar. Ularning o'tadigan yo'llarini kuzatib turinglar. Allah Taala yana mundaq deydi: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ey müminler! Taat ibadatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamli bo'linglar. Chegaralaringizni saqlab, jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Yani onun emriga muxolifatchilik qilmanglar. Ibn Jarir Tabari o'z tafsirida Hasan Basridan rivoyat qilib mundaq deydi: Ey mu'minlar, taat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamli bo'linglar degan bu oyatda kofirlar toki o'z dinlaridan zerikkanga qadar musulmonlar chidamchanlikda ular bilan baslashishga buyurildi. Muhammad ibn Ka'ib Qurazi bu oyatni mundaq sharhladi: Mening va sizlarning dushmaninglar toki o'z dinini tark etib, sizlarning dininglarga kirganga qadar ular bilan urushishni davomlashtiringlar. Azhari o'zining kitobida mundaq deydi: Alloh taolaning chegaralaringlarni saqlab, jihodga tayyor turinglar degan so'zi ikki xil buyruqni o'z ichiga olgan. Birinchi, sizlar dushmanlarga qarshi urush qilish va ot tayyorlash bilan jihodni barpo qilinglar. Ikkinchi, solih amallarni qilinglar va uni davomlashtirishda mustahkam bo'linglar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Men sizlarni Alloh taolo u orqali xatoliklarni o'chirib, darajalarni yuqori ko'taradigan bir amalga boshlab qo'yaymi degan edi. Sahobalar shunda qilgan ey Rasululloh dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mushkul ahvoldimi tahoratni kamillaylish, masjidga ko'p berish va bir namozdan keyin yana bir namozni kutish. Mana bular Alloh yo'lidagi ribatga o'xshashdir dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuqorqi solih amallarni Alloh taoloning dushmanlari bilan jihad qilish uchun ot tayyorlab turgan murabitlarga o'xshash deb tilga oldi. İmam Qurtubi Mufassir İbn Atiyyadan rivoyat qilib mundaq deydi: So'zning to'g'risi, ribat deganimiz Alloh taolo yo'lida jangga tayyor turishdir. Uning asosi ot bog'lashdir. Musulmonlarning chegaralarini qo'g'dab turgan har bir kishi, mayli otliq yoki piyoda bo'lsin, murabit, ya'ni ribati turg'uchi deb atildi. Ibn Qutayba mundaq deydi: Ribatda turish o'zaro hamkorlashishni bildiradigan bo'lib, musulmonlar o'zaro hamkorlashib, otlarini bog'lab, dushmanga qarshi tayyorlik ko'rib ribat turdi. Kofirlarmo o'zaro hamkorlashib, otlarini bog'lab, dushmaniga qarshi tayyorlik ko'rib, jangga tayyor turdi. Shuning uchun chegarada turish ribat deb ataldi. Ibn Rushd o'zining kitobida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib mundaq deydi: Alloh taolo jihodni mushriklarning qinini to'kish uchun farz qildi. Ribatni bo'lsa, musulmonlarning qinini qo'g'dash uchun farz qildi. Musulmonlarning qonlarini qo'g'dash men uchun mushriklarning qonlarini to'kishdan suyumlikdir. Bilginki, ribat iymonning bir tarmoqidir. Hamda Alloh taoloning mag'firatiga erishtiradigan amallarning qatoridandir. Alloh taologa yaqinlashishda, ribatda boshqa amallardan tepilmaydigan katta fazilatlar bor.